Assalomu alaykum tomoshabinlar. Mana bu oddiy hamma biladigan, marjna soladigan xolodilnik, sovutgich. Kichkinagina. Endi buni biz nima qilamiz? Inkubatorga qo'yamiz. 240 ta tuxum sig'adigan kichkinagina mini inkubator bo'lyapti. Mana. Kichkinagina, ixchamgina. Xudo xolasa 240 ta tuxum sig'adi. Polniy avtomat bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Datchiklari, bu yoqlar hali montajı bo'ladi. Hamma narsasi avtomat bo'ladi. Aylantirish, isitish, sovutish, mana ventilyatorlari, pastida suvi. Mana shu holatda bo'ladi. Buni ichida ichida vыводной qilib ochirsa ham bo'laveradi. Bu yerda vitishkasi bor. Isib ketsa sovutadi, havo almashtiradi. Orqasida qizitadigan kabellari, asosiysi hozir bu yerda shishali qizitadigani bo'ladi. Bu qo'shimcha ikkinchisi. Hop, bu yerda ikkita 220 da ishlaydigan ventilyatorlarimizdan bo'ladi. Orqasi kamerasi bo'ladi, isitish kamerasi. Bu yerdan tepadagi havo tortib olib, bu yerda isitib, yana qaytadan pastga nam havo bilan yana shunday sirkulyatsiya aylanadi. Shunday jarayon bo'ladi bu yerda. Orqasi yopiladi, mana qopqog'i. Hozirgina shunday kim ahli etsa o'zi yasab olishi mumkin, unaqa qiyin emas. Bas elektrikdan xabari bo'lsa, hop, bularni ham yasash osongina. O'zingizlar uyda mana xolodilniklardan bo'lsa yasab olishingiz mumkin.